هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Tin tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diyektanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tin suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Tin Mekke'de nazil bo'lgan 8 ayet. Sure Tinni safardagi namozlarda o'qish to'g'risida. İmam Malik bilan Shu'ba Adiya ibn Sabitdan Bara ibn Azab radıyallahu anhu'nun mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom safardagi namozning 2 rakatining birida Sure Tinni o'qiydi. Men Payg'ambar alayhissalomdan ovozi yoki qiroati chiroyliroq bir kishini ko'rmadim. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Anjur bilan va zaytun bilan qasamki, Sina tig'i bilan qasamki, bu tinch shahar, ya'ni Makka bilan qasamki, biz insonni shak shubhisiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay osiylik qilganlikdan devzaq qaytirdik. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Bularga üzülmez savab berildi. Ey insan! Buningdan keyin, ya'ni ro'shan dalillar bayon qilingandan keyin, yana nimishqa qiyomatni inkor qilasan? Allah eng adil hukm qilg'ichi emasmi? Tin va uningdan keyin kelgan so'zlarning tafsiri to'g'risida. Anjur bilan va zaytun bilan qasamki, Avfi ibn Abbas'ның tin, ya'ni anjur degan so'zdan Nuh alayhissalomning Judi tig'i ustidagi masjidi ko'z tutiladi deganligini rivoyat qildi. Mujahid tin degan bu so'zdan anjur mevasi ko'z tutiladi dedi. Ka'b, Ahbar, Qatada, Ibn Zayd va boshqalar oyatdagi zaytun degan so'zdan Aqsa masjidi ko'z tutiladi dedi. Mujahid va Akrima zaytun degan so'zdan dal kishilar siqib yig'ini chiqarayotgan zaytun mevasi ko'z tutiladi dedi. Sina tig'i bilan qasamki, Ka'b, Ahbar va boshqalar bu uning ustida Alloh taolo Musa alayhisalomga so'z qilgan taqdir dedi. Bu tinch shahar bilan, ya'ni Makka mukarrama bilan qasamki, İbn Abbas, Mujahid, Akrima, Hasan, İbrahim Nahai, İbn Zayd, Ka'b, Ahbar qatorliqlar bu shahardan Makka mukarrama ko'z tutiladi dedi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lishida olimlar orasida hech qanday ixtilof yo'qdir. Ba'zi olimlar mundaq deydi. Yuqori tilga ilingan 3 o'rin bo'lsa, Alloh taolo har biriga alohida shariat ahkomlari bilan birdan payg'ambar avatgan o'rindir. U o'rinlarning birinchisi anjur bilan zaytun makoni bo'lgan Aqsa masjidining yurti bo'lib, Alloh taolo bu yerga Isa alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. İkincisi Sina yerim orladagi Tur tig'i bo'lib, bu tog'da Alloh taolo Imronning o'g'li Musa alayhissalom bilan so'zlashgan. Ya'ni Alloh taolo uningga payg'ambarlikni shu tog'da bergan. Üçüncüsü Mekke bulup, o
kimiki uningga kirsala amon bo'ladigan amonliq yurtdir. Alloh taolo bu yerga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. İnsan eng chiroyli shaklda yaratilgan turug'liq, uning davzaqqa tashlanadiganligi to'g'risida. Biz insonni shak shubhasiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Mana bu Alloh taolo yuqoridagi narsalar bilan qasam qilib isbotlamoqchi bo'lgan mazmundir. Alloh taolo insonning a'zolarini joyida, qomatini tuz qilib eng chiroyli shaklda yaratdi. Ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay, osiylik qilganlikdan do'zaxga qaytirdik. Mujohid, Abu Aliya, Hasan ibn Zayd va boshqalar bu oyatning ma'nosi uni do'zax o'tiga qaytirdik deganlikdir dedi. İnson shundoq chiroyli shaklda yaratilgandan keyin Alloh taologa ishonmay, payg'ambarlarga ergashmay, osiylik qilganlik uchun uning oqibati do'zaxga kirish bo'ldi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ba'zi olimlar Alloh taoloning ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay, osiylik qilganligidan do'zaxga qaytirdik degan oyatning ma'nosi ondan uni qiyrilik holatiga qaytirdik deganlikdir dedi. Bu vaqtda Ibn Abbas va Ikrimalarning shundoq deganligi rivoyat qilindi. Hatto Ikrima mundaq dedi: Kimiki Qur'onni yodi olsa, u qattiq xorliqqa qoladigan qiyrilikqa qaytirilmaydi. Bu qarashni Ibn Jarir to'g'ri deb tanladi. La ilaha illalloh. Navoda bu oyatning ma'nosi mushundaq bo'ladigan bo'lsa, faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno deb ularning ichidan mu'minlarni ayirib chiqarilishning hojati yo'q edi. Chunki ba'zi mu'minlarga qiyrilik yetadi. Shunga bu oyatda ko'z tutilgani biz dastlabda bayon qilgan ma'nolardir. Bu oyatning ma'nosi xuddi Alloh taoloning zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir degan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Bularga üzülmez savab beriladi. Ya'ni ularga mangu üzülüp qolmaydigan ajr va savob bor. Ey inson, buningdan keyin, ya'ni ro'shan dalillar bayon qilingandan keyin, ya'ni nemishqa qiyomatni inkor qilsan? Ya'ni ey odam bolasi, sen nima uchun qiyomat kunidan tanisan? Sen Alloh taolaning yo'q yerdan bor qilganligini, başta barliq keltirguchi bo'lgan Alloh taolaning qayta tirildirishga albatta qodir ekanligini nihoyat aniq bilding. Shundaq turuqliq, yana nima sababdan o'lgandan keyingi qayta tirilishni inkor qilasan? Alloh eng adil hukm qilguchi emasmi? Ya'ni Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydigan eng adil hukm qilguchi emasmi? Qiyomatni barpo qilib dunyoda zulm qilganlardan zulm qilinguchilarning haqqini elib berish uning adolatkorligidandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deb bayon qilindi. Sizlar sura Tinni o'qib, uning oxiridagi Alloh eng adil hukm qilguchi emasmi degan oyatni o'qisanglar, shundoq, ya'ni Alloh taolo eng adil hukm qilguchi, men buningga guvohlik berguchiman denglar. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Tinning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Alaq tafsirini 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.